Allah aytar ekan, ey Azroil, bor falonchini farzandini jonini olgin. Kelarkan, o'ynab, kulib, endigina mana go'zal, mana shu yigitlarga o'xshagan chiroyli bo'lib yuribdi-da endi. Azroil alayhisalom kelar ekanlar, jonini olmoqchi bo'lar ekanlar. Jonini olindi. Alloh taolo bilib turibdi hammasini. Bandam nima deyapti? Ya Robbi, senga hamday deyapti. Bandam menga hamday deyapti. Uni gulzordagi gulini, pishgan mevasini, ko'zini qorachig'ini, qalbini mehrobini yulib olsam-a, u menga hamd aytyapti, hamd aytyapti. Alloh senga shukr aytyapti. O'zing berding, o'zing olding deb rozilar. Biz qazoyi qadarga rozimiz ey Alloh deyapti. Alloh aytadi, guvoh bo'linglar. Bu bandalarimning gunohini kechirdim. Bu bandalarimning gunohini mag'firat qildim, guvoh bo'linglar. Qiyomatda bu bandalarimga